Salom hurmatli obunachilarim. Men YouTube Edit kanalining yaratuvchisi bo'laman. Bugun bir jinnicha bir Level Devil degan o'yin o'ynaymiz. Hozir shu o'yin mashhur ekan, shuning uchun shuni o'ynaymiz. Endi boshladim bu o'yinni o'ynashni, shuning uchun ustimdan kulmaysizlar. Mayli, chiqsiz. Ramallab o'tolman ana. Bu o'yinda bitta o'rtog'im maslahat bergani uchun o'ynaman. Men uning ismi hozircha eng oddiy levellar uchun urib qoldim birdaniga. Yomon kriz o'yin ekan, asab buzadigan. Bilmasdan o'tib qo'ydim. Qani, yordam bo'lar. Kekkalar. Ko'rdinglar, ashi but o'yin bu. O'ynamaylar. Mana o'tib ketdim. Endi nechinchidir level sal teparoq. Hozir qimizlashib turdim. Yaxshi bo'ldi. Ana o'tdik. Nima edi bu? Bu tarafdan chiqib qoladi, garantiya beraman men. Aytdimi? Bilaman-da, ko'rdingiz. Oson ekan bu. Nima edi bu? Nimadir chiqib qoladi shu yo'ldan 100% chiqmadi. Mayli, hop. Yo'lashi. Bilgandim. Yugur. Tezroq bo'lish kerak bo'lsa. Ana, o'tdi biramallab. Yo'lda hozir qimirlab ketsa kerak, ani o'tsam. Qimirlab ketmadi. Joyga ketaman mana. Yaxshi. Qani, nimalar chiqib qolsa kerak. Ko'rsatganman. So'zda talik ketdi. Mayli. Ko'rdinglar qanaqa bo'z. Avvalan bir o'ynaydim o'rtog'im bilan. Yaxshi. Bunda refleks muhim dedi o'rtog'im. Refleks muhim ekan. Lekin sal asabqo'zar o'yin ekan bu. O'rtog'im kanaliga ham obuna bo'linglar, Venus nom. Ko'rdinglar qanaqa kuntaligini. O'tdim. Nihoyat o'tdim. Ha. Men bilgandim. Buni olish kerakmi shunda? Okay. Bilgandim. Men sezgandim. Yes. 2 urinishda o'tib ketdim, ko'rasizlarmi? Yengillar uchun yaxshi. Kunta ekanmi, короче. Bittaginani olsa nima qiladi, olmasa nima qiladi? Nima farqi bor? Shunaqa. Nima qilish kerak bo'ldi? Bilmagan holda o'tib ketdim. Qani, ko'rdinglar qanaqa bo'tligini buni? Buni olish kerak. Bittasiga ham temasligi kerak ekan. Men tushundim. O'tib oldim, Plus ekan ko'rdingizlar. Bu teskari yurish kerak ekan bunda. Yaxshi. Qani. Nima bu? Nima edi bu? Nima oson bu?
I cho'za kallangiz tushing. Men boshqalar aytganman. Kaypu. Kirish ekan u o'rtoqlar. Yurib ketsa kerak shu. Aytdim. Men bilaman-da ko'rasizlar. Udarku deydi-ku. Bilasizlar. O'tdim. Endi qancha level borib o'tdi? Tushunib bo'lmayapti. Nimadir bo'ladi, bilaman-da. Asab bizar. Mana teskari yurish kerak edi. Asab buzilyapti, sakrash bosilmayapti, orqaga yurib ketib qolyapti. Nimalar bo'lyapti? Asab. Nimadir bo'lsa kerak desam. Tushib ketdimi, iblos? O'ldirmoqchiman bu. Kaypu. Nima edi bu? Nima edi bu? Vay, asab. Uddaladim, o'rtoqlar. Aytgancha obuna bo'lishni esdan chiqarmaydi. Tanav sakrasam tushib ketsa kerak shu. Nima bo'lganini ko'rdinglar? Chechtori. Ko'rdinglarmi? Nima bo'pti bu yerda? Вообще. O'rtoqlar. Aytgancha Venus degan kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. U ham shunaqa menga o'xshab video chiqargan. Uni obunachisi ko'proq lekin. Men o'rtog'im, sinfdoshim, jigarim deb. Ana aytladim. Necha minutli video qiling keyingi safar? Bu safar 10 minutli qolman. Kimda? Nima edi? Bu bir bot o'yin ekan, men tushundim. Nima bo'pti endi? Cheat. Tushundim buni. Bu bot ekan, bo'ldi, tushundim. Bot. O'laman deb o'yladim, bo'lib qoldim. 9 minutli video bo'pti. Qachon minut bo'ladi? Bu video o'ltiramiz, mayli deyim, hazır. Sizlar ham o'ynab ko'ringlar bu o'yinni, zo'r o'yin. Asabi sarqlaydi. Ko'rdinglar butligini. 10 minutgacha bundan ham o'tib ketamiz. Давай, ket. Kunta что ли? Asab. Shu yerda turamiz, hayyam sakroramiz. Ko'rdinglarmi? Yugurib kelib sakraymiz. Sakrash bosilmayapti o'rtoqlar. Sakrash bosilmayapti vashi. Yugurib kelib sakraymiz. Ana. Nihoyat sakrash bosildi. Endi bu leveldan o'tganimdan keyin kunta. Nima edi bu?
Shu oxirgi level, shundan keyin tugataman o'rtoqlar, chunki meni ham vaqtim yo'q uncha. Keyin kunta ekan bu, kunta. Tushunasizlarmi, kunta. Ayya, sakrab ketib qolish kerak ekan. Bo'pti, xayr, bu leveldan keyingi videomizda o'tamiz.